Galdagi faktimiz eksportga oid Quva tumanida qishloq xo'jaligi mahsulotlarini qayta ishlash va aholi bandligini ta'minlashga qaratilgan yana bir samarali tashabbus amalga oshirilmoqda. E'tiborlisi, kasanachilik asosida anor mahsulotini po'stlog'idan ajratib qadoqlash va eksportga yo'naltirish yo'lga qo'yildi. Shu orqali ayniqsa xotin-qizlar ish bilan ta'minlanmoqda. Yangi loyiha mahalliy aholi uchun katta imkoniyatlar eshigini ochyapti. Ushbu tashabbus doirasida turli qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saralash, qayta ishlash, qadoqlash va saqlash ishlari tizimli ravishda amalga oshiriladi. Anor olib kelingandan keyin uni ikki yo'l bilan ajratiladi. Birinchisi butun holatida qadoqlanadi. Saralangandan qolgan ikkinchi sort anor mahsulotlarini po'stlog'ini archib, uni ikkinchi etapda eksport qilish yo'lga qo'ydik. Olimlar bilan ishladik. Ular bizga ma'lumotlarni berdi, tajribasini o'tkazdik. Faoliyatimizdagi eng e'tiborli jihat ish jarayonlarining kasanachilik asosida tashkil etilishi, deydi korxona vakili. Ya'ni tanlab olingan mahallalarda anor mahsulotini po'stlog'idan ajratish ishlari to'g'ridan-to'g'ri aholi xonadonlarida amalga oshiriladi. Bu usul orqali ayniqsa xotin-qizlar va uy sharoitida ishlash imkoniyati bo'lgan fuqarolar ish bilan ta'minlanadi. Aholi daromadini oshirish bo'yicha 3 ta hududda Quva, Quvasoy, O'zbekiston tumanlarida shu loyihalarni sinov tariqasida o'tkazish rejalashtirilyapti hozir. Birinchi bosqichi Quva tumanida tashkil topdi. Loyihamizda asosiy lider xonadon aniqlanadi. U xonadonni bitta boshchi qilib saylab olinadi. O'sha ishni jarayonni o'sha lider xonadon ayol doimiy o'sha 19 ta 20 ta ayolni doimiy nazorat qiladi. Bunda oziq-ovqat sanoatidagi talablari bor, o'zini karantin formalari bor. Ularni nazorat qilgan holatda fumigatsiya qilinadi. Hamyoga alohida e'tibor qilinib, sifatli mahsulot tashkil qilinadi. Eng muhimi, korxona tomonidan qayta ishlanayotgan mahsulotlarning o'z xaridori va aniq bozori mavjud. Tayyor mahsulotlar oldindan belgilangan bozorlarga, jumladan ichki va tashqi xaridorlarga yetkazib berilmoqda. Birinchi marotaba o'sha Yaponiya, Koreya davlatlariga anor mahsulotlarini ular tartibi bo'yicha, talabi bo'yicha qadoqlangan holatda yetkazib bordik. Bundan tashqari namuna sifatida hozirgi paytda Malayziya bilan ishlayapmiz. Malayziya davlatiga anor mahsulotini namunasini yetkazib bordik. Ham savdo uylarini ochish jarayoni boshlandi. Koreya, Yaponiya, Malayziya talablar ortyapti. Shu bo'yicha ob'yomni oshirishgan sari ishchi kuchi yaratiladi. Yana qo'shimcha bu ixtisoslashuvdan kelib chiqib og'ir mahallalardagi xonadonlarni doimiy ish bilan ta'minlashni rejalashtiryapti. Ma'lumot uchun tumanda 2000 gektardan ziyod anorzor mavjud. Ularda yillik 25-30 ming tonna hosil olinmoqda. Anorning 50% dan ortig'i eksport qilinadi. 2025-yilda 15 million dollarlik mahsulot jahon bozoriga olib chiqildi. Yillik hosilning 5 ming tonnasi qayta ishlashga yo'naltirilib, ushbu mahsulotlar ham eksportyorlar tomonidan buyurtmachilarga yetkazib berilmoqda.